Do'stlar, barchangizni tabriklayman. Oxirgi marta biz yangi mahsulotlar, ya'ni F1 Spil Show brendlarining subwooferlari bilan tanishdik. Bugun biz xuddi shu chiziq bilan, faqat akustika bilan tanishishni davom ettirmoqdamiz. F1 brendlarining Spil Show'sining pop akustikasi bilan tanishing. Siz Akil kanalidasiz. Mening ismim Pavel. Bir oz mazali choy yoki kuchliroq narsani pishiring. Xo'sh, boshlaylik. Dinamik. Musiqa. Xo'sh, an'anaga ko'ra, keling, chiroyli qutilarimizni ko'rib chiqaylik va nimalar borligini bilib olaylik. Shunday qilib, do'stlar, F1 seriyali dinamiklar ushbu ajoyib qutilarga kiradi. Spil Show, rozi bo'lasiz, juda ajoyib ko'rinadi. Bizning paketimiz quyidagilarni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra, bu bizning foydalanish qo'llanmamiz. Osongina cho'ntagingizga solib, hamma joyda o'zingiz bilan olib yurishingiz mumkin. F1 qatoriga mos keladigan markali stikerlarni ham ko'ramiz. Spil F1 ni ko'rsatish. Havo spreyi F1. Kafolat kartasi va barcha ijtimoiy tarmoqlardagi havolalarimiz bilan bu yoqimli kichik buklet. Shuningdek, u har qanday yangi mahsulotga 20% chegirma olish bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Biz mahsulot sharhini videoga olamiz, YouTube'ga joylaymiz va sizga havolani yuboramiz. Umuman olganda, bu yerda hamma narsa aniq. Menimcha hech qanday maxsus savollar bo'lmaydi. Va biz butun 20% chegirmaga ega bo'lamiz. O'rta darajadagi dinamiklar ham xuddi shu uslubda keladi. Biz F1 chizigining uslubi izchil ekanligini ko'ramiz. Shuningdek, biz ATV tomonidan ishlab chiqarilgan yozuvni ko'ramiz. Spil Show'si. Shuni yodda tutingki, texnik xususiyatlar bizning savdo belgimizdir. Biz qutilarda barcha dinamiklarning A harfini ko'rsatamiz. Shunday qilib, ushbu A ga qarab, biz darhol dinamikning radiatsiya oqi bo'ylab juda chiziqli o'ynashini ko'ramiz. Ya'ni u tort 100 Hz chastotada kichik pasayishga ega, ammo boshqa barcha jihatlarda u 12000 Hz gacha juda va juda silliq o'ynaydi. Komplektga mana bunday oq qo'lqoplar, yana o'rnatishchi uchun qo'lqoplar qo'shilgan. Shuningdek, bizda ikkita brendli Spil Show va bir Energitar Audio Spil Show stikerlari ham bor. Foydalanish bo'yicha qo'llanma ham bir xil uslubda, juda batafsil, xuddi subwooferlar va boshqa liniyalar kabi. Umuman olganda mumkin. Bu qo'llanmani mashinada barbekyu qutisida olib yurish mumkin. Agar nimanidir esdan chiqargan bo'lsangiz, ochib ko'rasiz. Bu yerda haqiqatan ham juda ko'p foydali ma'lumotlar bor. Kafolat taloni ham bor. Unda butun Rossiya bo'ylab servis markazlari ro'yxati ko'rsatilgan. Spil Show F1 liniyasiga oid brendli havo tarqatuvchi ham bor. Shuningdek, bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz va 20% chegirma olish bo'yicha ko'rsatma yozilgan buklet ham bor. Xo'sh, men ma'ruzachilarning tashqi ko'rinishi haqida bir oz gapirmoqchiman. Ko'rib turganimizdek, akustika bir xil uslubni saqlab qoladi. Bu subwooferlar sahna dinamiklari va tweetlar uchun amal qiladi. Ya'ni biz qiladigan hamma narsa yagona uslubda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, qutilar bir xil uslubda. Bilmagan va oldingi sharhlarni ko'rmaganlar uchun men o'zimni takrorlayman. Spil Show Bosch kompaniyasining yangi sub-brendidir. U hozirda 3 ta mahsulot qatoriga ega. Chempionlar F1 va Nitro. Ushbu chiziqlar dizayni avtosport olamidan, ya'ni Formula 1 poygasidan ilhomlangan. Shuning uchun biz qutida shunday yorqin, qalin ranglarni aniq ko'ramiz. Hamma narsa bezatilgan. Hamma narsa juda oddiy ko'rinadi. Yaxshi, umuman olganda. Ko'z bu butun voqeaga tushadi. Agar biz difuzorning old tomoniga qarasak, u o'rta chastotali dinamik bo'ladimi yoki subwoofer bo'ladimi? Biz Formula 1 gildiragi bilan aniq o'xshashlikni ko'ramiz.
Umuman olganda hamma narsa go'zal ko'rinadi va bizning mahsulotlarimizni xarid qilish orqali siz nafaqat ajoyib ovozga ega bo'lasiz, balki ichki farzandingizni zavqlantirish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Ushbu qutilarni qutidan chiqarish yorqin ranglarning ko'pligi va oylangan dizayn tufayli kichik bayramdir. Bayram va hatto o'rnatishda ham bunday akustika juda oqlangan ko'rinadi. Tilas molining asosiy parametrlari: 16 cm dinamikda sezgirlik 97 desibel, 20 cm dinamikda esa 99 desibel. Rims quvvati 150 kilt, 20 likda esa 250 kilt. 16 lik dinamik 125 dan 12000 Hz gacha bo'lgan chastotalarni ijro etadi. 20 lik dinamik esa 90 Hz dan 12000 Hz gacha bo'lgan chastotalarni ijro etadi. Samarali radiatsiya maydoni 130 kvadrat santimetr, 220 kvadrat santimetr. Xo'sh, endi ma'ruzachining xususiyatlari haqida gapiraylik. Diffuzor materiali bosilgan qog'oz, ultra yengil, o'ta sezgir. Bizning suspenziyamiz 2 to'lqinli mato. Bu yetarlicha elastik, ya'ni diffuzorning chetlari sinib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga, u korzinada ortiqcha tebranishiga ham imkon bermaydi. Bizda yuqori haroratga chidamli katushka bor. 16 cm dinamikda diametri 32 mm, 20 cm dinamikda esa 38 mm. Dinamikning korzinasi polatdan shtamplangan bo'lsa ham, juda qattiq va antirezonans qoplamaga ega. Qizil markazlashtiruvchi shayba va kumush bilan qoplangan ulanish simlari bor. Aytgancha, 20 cm dinamikda ular tikilgan holatda. Shuningdek, bizda oltin qoplamali, oksidlanishga qarshi himoya bilan qoplangan terminallar bor. Shunday qilib, ma'ruzachining umrini uzaytiradi. Xo'sh, endi biz ushbu akustikaning asosiy qismiga keldik. Bu uning magnit tizimi. Qarang, Fevet magnitining ichida neodimiy kuchaytirgich bor. Bunday tabletga magnit maydonning kuchini oshirishga xizmat qiladi va shu bilan akustikaning samaradorligini ko'p marta oshiradi. Bu uning sezgirligiga ham ta'sir qildi. Boshqacha aytganda, bu dinamikda ovoz balandligi yetarli. Yigilish sifatini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Hammasi juda ishonchli yigilgan va yopishtirilgan. Agar dinamiklardan to'g'ri foydalansangiz, akustika sizga ko'p yillar xizmat qiladi. Endi esa Twitterlar haqida gaplashamiz. Modelf 6770 deb ataladi. Ko'rib turganingizdek, akustika bilan bir xil uslubda ishlangan. Kuzov o'ta ixcham, shuning uchun uni juda ko'p joylarga o'rnatish mumkin va ba'zi avtomobillarda u hatto standart joyga mos keladi. Magnit material neodimiydir. Dinamik konus juda yengil alyuminiy membranadir. 25 mm diametrli mis qoplangan alyuminiy simli sivırlasan. Akustik terminallarda vintli terminallar mavjud. Televizorning asosiy parametrlari. Rims, ya'ni nominal quvvat 70 Hz. Chastota javob diapazoni 3000 dan 20000 Hz gacha. Sezuvchanlik 105 dB. Bularning barchasiga diffuzor materiali va neodimiy magnit tufayli erishiladi. Umuman olganda, men sizga akustika haqida eng qiziqarli narsalarni aytib berdim. Endi men sizga tinglashni taklif qilaman. Shunday ekan, quloqchinlaringizni taqing va tinglashdan zavqlaning. Aytishni unutib qo'ydim. O'rta diapazon va yuqori chastota diapazoni o'rtasidagi crossover chastotasi 7-8 kHz atrofida bo'ladi. May oyida taxminan 1 soat davom etdingiz. Uyqu va biz may oyida, siz kitson.
May vaqti keldi, siz uxlaysiz. Biz esa may vaqtiga boramiz, siz uxlaysiz. Biz may oyidamiz, siz borsiz. Xo'sh, aziz do'stlar, xulosa qilish vaqti keldi. Biz yuqori choqqalarga mukammal darajada erishadigan, baland ovozda, hashamatli va kuchli zarba bera oladigan va bajaradigan akustikaga ega bo'lamiz. Akustika barcha zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi, ammo pirojnoy ustidagi muzlash uning narxidir. Twitterlar 1990 so'm, 16 santimetrli dinamiklar 4190 so'm, 20 santimetrli dinamiklar 5990 rubl va bu narxlar sizga frontlarni o'lchash bo'yicha musobaqalarga qatnashish yoki oddiy hayotda zo'r ovoz berish imkonini beradigan akustika uchun. Sizlar bilan birga Pavel va Atr kompaniyasi edi. Barchangizga katta rahmat tomosha qilganingiz uchun. Like bosing, obuna bo'ling, izoh qoldiring. Hammaga xayr.